kayfiyatingiz yo'q. O'zingizni chalg'itish maqsadida video ko'rib yotibsiz, men chiqib qoldim. Demak, bu bejizga emas, oxirgacha eshiting. Men sizni kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilaman. Xo'pmi? Biz sababini qilyapmiz, harakat qilyapmiz. Yechimini oqtaryapmiz, lekin buni yechimi kimning qo'lida? Allohning qo'lidami? Bizni kim yaratgan? Bizga o'sha sinovlarda, o'sha qiyinchiliklarni kim beryapti? Allohmi? Demak, biz Allohni esidan chiqqanimiz yo'q. Siz Allohni esidan chiqqaningiz yo'q. Esingizdan chiqarmang. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandasini sinaydi. Yaxshi ko'rmaganini e'tiboridan chetda qoldirgan insonlarni e'tiboridan chetda qoldirgan bandalariga hech qanaqa sinov bermaydi. Sabab ular dunyoda yashab oladi xolos.